Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun ko'radigan mavzumiz erish miqdoriga oid bo'ladi. Hop, demak, o'zi erish degan nima degan? Masalan, bir modda yaxshi erisa yaxshi eriydi deyiladi. Ya'ni ko'proq erisa yaxshi eriydi deyiladi. Kamroq erisa yomon eriydi deyiladi. Agar umuman erimasa erimaydi deyiladi. Endi erish miqdori deyilgan. Bu miqdor degani bu son. Masalan, u moli bo'lishi mumkin, gramm bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shu narsani grammda ifodalash qulayroq bo'lgani uchun grammda ifodalanadi. Endi, masalan, 100 gramm suvda bironta modda 10 grammdan ko'p erisa, bu yaxshi eriydigan modda hisoblanadi. Masalan, aytaylik, osh tuzi bo'lsa, bu 100 gramm suvda mana eritdik, qandaydir bir temperaturada, demak, bu 100 grammdan ko'p, 10 grammdan ko'p eriydigan bo'lsa, yaxshi eriydigan bo'ladi. Agar 100 gramm suvda 1 gramm bilan 10 gramm oralig'ida erisa, bu yomon eriydigan modda bo'ladi. Agar 100 gramm suvda 1 grammdan kam erisa, bu amalda erimaydigan modda hisoblanadi. Mana bu yomon eriydigan va amalda erimaydigan moddalar eruvchanlik jadvalida, demak, cho'kma sifatida keltirilgan. Ya'ni yomon eriydiganni ham siz cho'kma deb olasiz, amalda erimaydiganni ham cho'kma deb olasiz. Ya'ni bular suvga tushilgan vaqtda, aytaylik, mana shu 1 gramm eriydi, ortiqchasi cho'kmaga tushadi degani 100 gramm suvda aynan. Xo'p, endi mana shu yaxshi eriydigan moddalarni o'zi, ya'ni 10 grammdan ko'p eriydigan 100 gramm suvda 10 grammdan ko'p eriydigan moddalarni o'zi ikkiga bo'linadi. Bittasi chekli eriydigan moddalar, ikkinchisi cheksiz eriydigan moddalar. Chekli eriydigan degani bu nima degani? Misol uchun tuzlar kiradi aynan chekli eriydiganga. Aytaylik, 100 gramm suvga o'sha bironta tuzdan solaveramiz, u qanchagachadir eriydi. Keyin yana solsak, u keyin cho'kmaga tushib erimay qoladi. Ya'ni erishini cheki bor. Aynan qandaydir chegarasi bor. Shu uchun ham bu chekli eriydigan bo'ladi. Endi cheksiz eriydigan moddalar bor. Buni chegarasi yo'q. Masalan, 100 gramm suvga mana bu moddadan 1 gramm qo'shsak ham eriydi, 100 gramm qo'shsak ham eriydi, 1000 gramm qo'shsak ham eriydi, 10 000 gramm qo'shsak ham eriydi. Farqi yo'q. Qancha qo'shsak hammasi eriydi. Yoki sulfat kislota, yoki etil spirti. Xohlagan nisbatda eriydi. Xohlagan nisbatda suv bilan aralashadi. Shu uchun ham buni cheki yo'q. Xohlagancha qo'shasiz 100 grammga olib, xohlagancha eriyveradi. Endi mana bu chekli eriydigan moddalar uchun aynan eruvchanlik koeffitsiyenti qabul qilingan. Aynan eruvchanlik koeffitsiyenti chekli eriydigan moddalar uchun. Cheksiz eriydigan modda uchun bu bunaqa koeffitsiyent yo'q. Ularni masalan 100 gramm suvda eruvchanligini topish mumkin. Eruvchanlik boshqa, eruvchanlik koeffitsiyenti boshqa. Xo'p, eruvchanlik koeffitsiyenti nima? Birinchi shunga to'xtalsak, S harfi bilan belgilanadi. Ta'rifi: ayni temperaturada 100 gramm erituvchida, ya'ni suvda erigan moddani massasiga, ya'ni eng ko'pi bilan eriydigan massasiga eruvchanlik koeffitsiyenti deyiladi. Eruvchanlik degani mana shu ko'pi bilan degan so'z bo'lmaydi. Eng ko'pida emas, undan kamlariga eruvchanlik deyiladi. Eruvchanligini toping desa, boshqa ma'lumot bu. Eruvchanlik koeffitsiyentini toping desa, 100 gramm suvda eng ko'pi bilan qancha erishini topish. Tushunarli? 100 gramm suvda eng ko'pi bilan qancha erishini topish hisoblanadi. Eruvchanlik bo'lsa, 100 gramm suvda masalan 5 gramm erigan bo'lsa ham eruvchanligi 5 aytilaveradi, misol uchun. Endi formulasini keltirib chiqarsak, mana biz o'tgan darslarda mana bu M2 deb suvni massasini olishga kelishgandik, M1 deb tuznikini, ya'ni erigan moddanikini. Ma'lum bir eritmada M2 gramm suvda M1 gramm tuz erigan. 100 gramm suvda qancha erishini topish eruvchanlik deyiladi. Endi mana shundan S, ya'ni eruvchanligini topib olsam, mana bu M2 mahrajga tushadi. M1 ko'paytirilgan 100 taqsim M2. Mana shu formuladagi M1 bu erigan moddani massasi. Birligi grammda bo'lishi kerak.
M2 bu erituvchi, ya'ni suvni massasi. Mana bu yerga suvni massasini qo'yish kerak. Bu ham demak birligi grammda. Eruvchanlik koeffitsiyenti birligi demak bu S eruvchanlik koeffitsiyenti birligi gram taqsim gram. Mana bu gramlar qisqarmaydi. Ya'ni eruvchanlik koeffitsiyentini birligi nima desa gram taqsim gram. Bu gramlar qisqarmaydi. Xo'p, endi masalan S barobar 40 deb qo'ysa, bu nimani anglatadi sizga? Bu S barobar 40 degani 100 gram suvda 40 gram tuz erigan degan ma'noni anglatadi. Tushunarli? Tuz bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Tuz deb olib ketdik. 100 gram suvda 40 gram eriydi degan. Misol uchun eruvchanlik koeffitsiyentini 200 desa, 100 gram suvda 200 gram erigan deganini anglatadi. Demak, tushunarli shu gap. Endi eruvchanlik koeffitsiyentini miqdoriga ko'ra eritmalar 3 xil bo'ladi. Birinchisi to'yingan eritma. Ayni temperaturada eruvchanlik koeffitsiyentiga mos erigan bo'lsa, bu nima degani? Masalan, eruvchanlik koeffitsiyenti 40 to'g'rimi? Demak, mana shu eruvchanlik koeffitsiyenti 40 bo'lsa, 100 gram suvda agar 40 gram aynan erigan bo'lsa, bu to'yingan eritma bo'ladi. Tushunarli? Demak, aynan eruvchanlik erigan moddaning massasi eruvchanlikni koeffitsiyentiga teng bo'lishi kerak. Yoki mos bo'lishi kerak deydi. Teng desak sal xatoroq bo'lishi mumkin, mos bo'lishi kerak. Endi ikkinchi to'yinmagan eritma. Ayni temperaturada eruvchanlik koeffitsiyentidan kam erigan bo'lsa. Masalan, eruvchanlik koeffitsiyenti 40 bo'lsa, u 100 gram suvda 40 gram emas, aynan 30 gram erisin, 20 gram erisin. 40 gramdan kam erisa, xullas, u to'yinmagan eritma hisoblanadi. Uchinchi turi o'ta to'yingan eritma. Ayni temperaturada eruvchanlik koeffitsiyentidan ko'p erigan bo'lsa. Ya'ni eruvchanlik koeffitsiyenti 40 bo'lsa, bu masalan 42 gram, 45 gram erigan bo'lsa, bu o'ta to'yingan eritma hisoblanadi. O'ta to'yingan eritmalar beqaror bo'ladi, vaqt o'tishi bilan to'yingan eritmaga aylanadi. Ya'ni o'ta to'yingan eritma demak amalda uzoq mavjud bo'la olmaydi. Vaqt o'tishi bilan to'yingan eritmaga o'tadi. Endi eruvchanlik nimalarga bog'liq? Birinchi bo'lib shu moddalarning tabiatiga. Bu nima degani endi? Ya'ni qutbli moddalar qutbli erituvchilarda eriydi, qutbsiz moddalar qutbsiz erituvchilarda eriydi degan. Masalan, tuzlar, bular qutbli moddalar, suv ham qutbli erituvchi, benzol qutbsiz. Demak, mana bu tuz qutbli bo'lgani uchun suvda eriydi. Tushunarli? Qutublida eriydi, qutbsizda. Masalan, mana metan molekulasi qutbsiz molekula. Mana bu suv qutbli molekula. Bu benzol qutbsiz molekula. Demak, mana bu metan benzolda yaxshi eriydi suvdan ko'ra. Demak, bu gap ham tushunarli. Ikkinchisi, temperaturaga, ya'ni qattiq moddalarda temperatura oshsa, eruvchanlik ham oshadi. Gaz moddalarda kamayadi. Masalan, osh tuzini eritmasi bo'lsa, temperaturani ko'tarsak, eruvchanligi ham oshadi. Ya'ni ko'proq erishni boshlaydi. Masalan, xlorid kislota, H-xlor bu odatdagi sharoitda gaz. Agar mana shuni eritmasini biz qizdirsak, eruvchanligi kamayib ketadi. Keyingi bosim. Bosim bu faqat gazlarga ta'sir qiladi. Gazlarda bosimni oshsa, o'sha gazlardagi bosimni oshishi eruvchanlikni oshishiga olib keladi. Ya'ni bosim oshgan vaqtda eruvchanligi ham oshib ketadi. Hop, demak, gazni eruvchanligini oshirish uchun bosimni oshirish kerak, keyin temperaturani mana ko'tarsak, bu kamayar ekan, demak, temperaturani kamaytirish kerak. Hop, endi eruvchanlik koeffitsiyentiga oid bo'lgan masalalari demak yechib ko'rsak. Yechishdan oldin yana bir marta takrorlab olaylik. Mana bu eruvchanlikni toping desa, mana misol uchun yana bir ma'lumot. Agar ana shu S, ya'ni S ni toping deyilsa, 100 gram suvda necha gram erishini topishingiz kerak. Necha gram eriydi. Mana shuni topish kerak. 100 gram suvda necha gram erishini topish kerak-da. Demak, tushunarli bo'ldi sizga. 100 gram suvda necha gram erishini topsangiz, eruvchanlikni topgan bo'lasiz. Yana mana bu S barobar 40 deganning ma'nosi 100 gram suvda 40 gram tuz eriydi degan ma'noni beradi.
Xo'p, endi masalalarga o'tsak, yanayam aniqroq, to'liqroq, tushunarli bo'ladi. Xo'sh, birinchi masala osh tuzining ma'lum temperaturadagi eruvchanligi 30. Bu nima degani endi? Eruvchanligi 30 degan so'zni ma'nosi, ya'ni mana shu S barobar 30 ekan. Mana shu so'zni ma'nosi 100 gramm suvda 30 gramm tuz eriydi degan. Shu temperaturada 200 gramm suvda necha gramm osh tuzi eriydi degan. Biz mana bu so'zni ma'nosini aytdik. 100 gramm suvda 30 gramm tuz eriydi degan. Bizda 200 gramm suvda qancha tuz erishini so'ragan. Demak, buni topsak 60. Yoki formulaga qo'ysak, mana eruvchanlik koeffitsiyenti 30. e, Suvni massasi bor M2. Buni 200 degan. Hamda bizda M1, ya'ni e, nimani so'ragan? Erigan moddani so'ragan. M1. Mana shu nom. Endi formulamizdan M1 ko'paytirilgan, demak 100 taqsim M2. Shu formuladan M1 ni topa olsak, hop, demak M2 ko'paytirilgan S taqsim 100 beradi. Barobar. M2 ni joyiga 200 ni qo'yamiz. Eruvchanlik joyiga 30. Mana bu yeri 100. Buni qisqartirib yuborsam, bu yoqda 2, 2 ni 30 ga ko'paytirib yuborsam, demak 60 bo'ladi. Menimcha sizga mana bu formulaga qo'yishdan ko'ra mana bu proporsiya qilish qulayroq bo'ladi. Xohlasangiz, sizga agar formula qulay bo'lsa, bemalol formulada ishlashingiz mumkin. Keyingi savolga o'tsak, osh tuzining ma'lum temperaturadagi eruvchanligi 100 ga teng. Bu nima degani? O'sha eruvchanligi 100 ga teng degani, bu degani mana eruvchanligi 100 degan so'zni ma'nosi 100 gramm suvda 100 gramm o'sha osh tuzi erigan degan. Shu temperaturada 500 gramm to'yingan eritma tarkibida necha gramm osh tuzi mavjud degan. Endi mana bu 500 gramm eritma, to'g'rimi? 500 grammni ichidagi tuzni topishimiz kerak. Qancha tuz borligini bilmaysiz. Mana bu eritma bo'lgandan keyin buni tagiga ham eritmani qo'yaman, to'g'rimi? 100 gramm suvda 100 gramm tuz erigan bo'lsa, eritmani massasi 200 bo'ladi, to'g'rimi? 200 gramm eritmani ichida 100 gramm tuzi mavjud. Mana bu 100 gramm tuz. Bizda shu 500 grammni ichida qancha tuz mavjud degan. Demak, buni topsak, mana bu bilan buni qisqartirib yuborsam, demak bu yoqda 2. Keyin 500 ni 2 ga bo'lib yuborsam 250 gramm ekan. Demak, to'g'ri javob 250. Endi keyingi savolga o'tsak, kaliy sulfatning 50 gradusdagi to'yingan eritmasidan 58 gramm miqdori bug'latilgandan keyin 8 gramm tuz qoldi. Tuzning eruvchanligini toping degan. Xo'p, demak bizda M3 mavjud, ya'ni eritma degani M3 degan. Keyin bug'latilgan vaqt, demak suv chiqib ketadi, tagida tuz qoladi. Demak M1 8 gramm. Endi suvni massasini topsam, mana bu eritmadan tuzini ayirib yuborsam 50 gramm, demak bu suv ekan. Endi bizda eruvchanlik koeffitsiyentini so'ragan. Mana endi formulaga qo'ysak, eruvchanlik koeffitsiyentini topish uchun M1 ko'paytirilgan 100 taqsim M2. M1 bizda 8 ko'paytirilgan 100 taqsim 50. Bularni qisqartirib yuborsam, bu yoqda 2 barobar 16. Yoki proporsiya qilsak, mana 50 gramm hozir suvda 50 gramm suvda 8 gramm tuz erigan ekan. Eruvchanlik degani bu 100 gramm suvda qancha erishini topish degani. Demak, 100 gramm suvda x desak, baribir 16 chiqadi. Demak, mana shu javob to'g'ri. Keyingi savol, 40 gradusda 50 gramm suv, 56,5 gramm kaliy sulfat suvda shuncha kaliy sulfat eriydi. Tuzning shu temperaturadagi eruvchanlik koeffitsiyentini toping degan. Xo'p, mana 50 gramm suvda 56,5 gramm tuz eriydi.
Eruvchanligini toping degani bu 100 gramm suvda qancha erishini topish degani edi. Demak, 100 da x deydigan bo'lsak, mana bular qisqaradi. 2 ni keyin bunga ko'paytirib yuborsam 113 gramm ekan. Demak, to'g'ri javob mana. Yoki formula qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, S barobar M1 ko'paytirilgan 100 taqsim M2. M1 bizda 56,5 ko'paytirilgan 100 taqsim M2 bizda 50. Bular yana qisqarib ketadi. Bu yoqda 2 ko'paytirib yuborsam 113 bo'ladi. O'zi ikkalasi ham bir xil. Mana proporsiyani qisqa varianti formulaga olib keltirilgan. Keyingi savol. Kaliy dixromatning 20 gradusdagi eruvchanligi 12,5 ni tashkil qiladi. Bu nima degani? Bu degani 100 gramm suvda 12,5 gramm tuz eriydi degan. Shu moddaning 400 gramm suv bilan hosil qilgan to'yingan eritmasining massasi degan. Endi qarang mana 100 gramm suvimiz 12,5 gramm tuzni eritadi. To'g'rimi? Bizda 400 gramm suv qancha tuzni eritishini topsam. Mana bular qisqartirsam, demak bu yoqda 4, demak bu 50 chiqadi. Endi agar 400 gramm suvimiz o'ziga 50 gramm tuzni eritsa, hosil bo'ladigan eritmamizning massasi 450 gramm bo'ladi. Aynan bizdan eritma so'ragan. Demak, javobi 450. Xo'p. Endi keyingi savol. Bir daqiqa. Xo'sh. Demak, keyingi savol o'tsak, 20 gradusda 200 gramm suvda 148 gramm kalsiy xlorid eritilganda to'yingan eritma hosil bo'ldi. Shu tuzning 20 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyentini toping degan. Demak, 100 gramm suvimizda qancha erishini topishimiz kerak, ya'ni eruvchanlik koeffitsiyenti degan. Hozir bizda 200 gramm suvda masala shartida aytgan 148 gramm kalsiy xlorid erigan. Endi shundan x ni topsam, mana buni qisqartirib yuborsam, bu yoqda 148 ni 2 ga bo'lib yuborsam 74. Demak, to'g'ri javob 74. Xohlang formulaga qo'ysangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Keyingi savol. Natriy nitratni 25 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti 91,6. Ya'ni demak S 91,6 ekan. Bu degan so'zning ma'nosi 100 gramm suvda 91,6 gramm tuz eriydi deganini bildiradi. 500 gramm endi shu temperaturada 500 gramm suvga necha gramm natriy nitrat qo'shilsa to'yingan eritma hosil bo'ladi degan. Xo'p, demak biz bilamiz 100 gramm suvda 91,6 gramm tuz eritgan. Bizda 500 gramm suv bor. 500 gramm demak mana bu suv aynan. X deb demak unda eriydigan tuzni topib olsak, bularni qisqartirib yuborsam bu yoqda 5. 5 ni mana bunga ko'paytirib yuborsak, demak shuncha bo'ladi. Shuni bitta hisoblab ko'raylik. Xo'sh. 5 ko'paytirilgan 91,6. Demak 458 ekan. Demak bizda nima degan? Mana shu 500 gramm suvga necha gramm natriy nitrat qo'shilsa, ya'ni o'sha natriy nitratni so'ragan. Mana shu bizda mana shuncha gramm tuz edi, mana shu tuz. Demak to'g'ri javobi 450 ekan. Ya'ni mana shu A javob to'g'ri. Endi keyingi savolga o'tsak. Natriy karbonatning 80 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti 45 ga teng. Shu haroratda to'yingan eritma hosil qilish uchun 144 gramm natriy karbonat necha gramm suvda eritish kerak degan.
Demak, hozir bizda mana eruvchanlik koeffitsiyentini 45 degan. Bu so'zni ma'nosi 100 gramm suvda, xo'sh, 100 gramm suvda na 45 gramm o'sha tuz eriydi degan ma'noni anglatadi. Bizda 144 gramm tuz mavjud. To'g'rimi? O'sha tuz qancha gramm suvda erishini toping degan. Endi hisoblasak bu narsani. 100 demak 44 ni mana 100 ga ko'paytirib bo'lib boramiz 45 ga. Demak 320 ekan. Mana shu demak to'g'ri javob 320 ekan. Endi keyingi savol. Xo'sh, kaliy xloridning 20 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti 34. Mana sразу o'shani yozib olaylik. Mana eruvchanligi 34. Bu so'zni ma'nosi 100 gramm suvimizda 34 gramm tuz eriydi degan ma'noni beradi. Endi bizda 350 gramm suvda 70 gramm kaliy xlor eritildi degan. Endi shu eritmani to'yintirish uchun yana necha gramm kaliy xlor qo'shish kerak degan. Demak, tushunarli. Hozircha 70 gramm tuz mavjud. Tuz eritildi. Lekin suvimiz 350. O'zi 350 gramm suvimizni o'zi qancha tuz eritishini topsak, 100 gramm suvimiz mana shunchani eritadi. 350 suvimiz o'zi qancha tuzni eritishini demak topsak. Endi buni hisoblasak 350 ni ko'paytirib yuboramiz 34 ga bo'lib yuboramiz 100 ga. Demak 119 gramm ekan. O'zi 119 gramm tuzni eritadi. Lekin 70 gramm eritilgan. Endi uni yana 119 ga olib kelishimiz uchun qancha tuz qo'shishimiz kerak desa, shu 119 dan 70 ni ayirib yuboramiz. Demak 49 gramm qo'shimcha yana tuz qo'shadigan bo'lsak, u to'yinadi. To'yingan eritma haqida biz gaplashdik, ya'ni eruvchanlik koeffitsiyentiga mos erish kerak. Hop, yana mana bu 34 ga mana 119 mosda. Demak, aynan 119 erisa, bu to'yingan hisoblanadi. Keyingi savol. Hop, 100 gradusdagi bariy nitratning 336 gramm to'yingan eritmasi 25 gradusgacha sovitildi. Necha gramm tuz kristallanadi degan. Hop. Endi bizda mana 25 gradusdagi eruvchanligini bu, 100 gradusdagi eruvchanligini 34.4 degan. Hop, endi qarang, agar sizda ikkita eruvchanlik bo'lsa va shunga oid bo'lgan masalalarni yechishda har bitta eritmaning temperaturasi va har bitta masaladagi ma'lumot qaysi eritmaga tegishli ekanligini bilishingiz kerak. Hop, endi masalan mana men yozsam, birinchi nimani eritmani demak bu 100 gradus. Endi 100 gradusli eritmani ma'lumotini yozib chiqaman. Eritmani massasi 336 gramm. Ayni 100 gradusdagi eruvchanlik koeffitsiyenti mana 34.4 degan ma'lumot bor. Boshqa ma'lumot yo'q. Endi keyin bu sovitilgan. Sovitilgan vaqtda ayni 25 gradusgacha sovitilgan. Endi temperatura kamaygandan keyin tabiiyki tuz cho'kmaga tushadi. Mana bu kristallandi degani cho'kmaga tushdi degani. Tushunarli? Tabiiyki temperatura sovisa, mana bu yerda cho'kma hosil bo'ladi. Ayni mana shu cho'kmani demak, ayni shu qismda bo'lmaydi, mana bu yoqlarda bo'ladi. Hamma joyda bo'ladi. Ayni mana shu cho'kmani massasini demak toping degan. Va bu eritma haqida ma'lumotlardan faqatgina eruvchanlik koeffitsiyenti ma'lum 10.5 degan. Xo'sh, endi qarang. Agar mana bu eritma 25 gradusgacha sovitilgan vaqtda tuz cho'kmaga tushadigan bo'lsa, suvni massasi o'zgarmaydi. Ya'ni bu idishning ichidagi suvni massasi mana bu idishning ichidagi suvni massasiga teng bo'ladi. Faqat tuzi mana bu idishdagi tuzdan ko'ra bu idishdagi tuz kamroq, sababi cho'kmaga tuz tushib ketdi. Demak, tushunarli endi. Xo'p, unda demak birinchi ishni mana shu birinchi eritmaning ichida qancha tuz, qancha suv borligiga qaratsak. Demak, mana bu eruvchanlik koeffitsiyenti 34.4 degani bu 100 gramm suvda, 100 gramm demak mana bu suvda 34.4 gramm demak tuz eriydi degan ma'noni beradi, to'g'rimi?
tuz. Endi bu ikkalasini qo'shishdan 134,4 gram, demak, birinchi eritmamiz. Bu ham eritmani massasi. Bizda 336 degan. Ikkinchi qiladigan ishim. 134,4 gram eritmani ichida 100 gram suv mavjud. Tuzimiz bo'lsa 34,4 gram. Bizda ammo eritmadan 336 gram bor. Shu 336 gram ichida qancha suv borligini topsam, qancha tuz borligini topsam. Endi bu uchun 336 ni 100 ga ko'paytirib yuboraman. Bo'lib yuboramiz 134,4 ga. Demak 250 ekan. Endi buni ham hisoblasam, 336 ni 34,4 ga ko'paytirib 134,4 ga bo'lib yuborsam 86 gram. Demak tushunarli. Endi bizda mana bu yerda suv ham ma'lum bo'ldi mana. Suv 250, chunki suvning massasi o'zgarmaydi dedik. Endi mana bu so'zning ma'nosi nima? Mana bu eruvchanligi 10,5 degan so'zning ma'nosi 3-chiga o'tsak. 100 gram suvda 10,5 gram tuz eriydi degani. Ammo bizda 250 gram suv mavjud. Demak, shuni x desam barobar. Mana bu bilan buni qisqartirib yuborsam, mana bu yoqda 2,5 qoladi. Endi 2,5 ni ko'paytirib yuborsam 10,5 ga. Bu demak 26,25 gram tuz erilgan. Demak, mana bu idishning ichidagi tuz 26,25. Endi qarang. Dastlabki eritmamizning ichidagi mana bu tuz 86 gram. Keyingi eritmamizning ichidagi tuz 26,25 gram. Qolgan tuz qayerga ketgan? U cho'kmaga tushib ketgan. O'sha cho'kmani topish uchun 86 dan ayirib tashlayman 26,25 ni. Xo'sh, demak, bu 59,75 ekan. Demak, to'g'ri javob mana shu 59,75 ekan. Mana shunday masalalar yechayotgan vaqtda, demak, suvning massasi o'zgarmasligini inobatga olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki agar tuz cho'kmaga tushdi desa, suvning massasi ikkala idishda ham bir xil bo'ladi. Bu idishdagi suvni topib olib, bu idishda ham o'shancha suv bor deb, keyin qolgan ishlarni davom ettirsa bo'ladi. Xo'p, endi keyingi savol. Noma'lum tuzning eruvchanligi xona haroratida, ya'ni xona harorati degani aytaylik 20 gradus. Xona haroratida 30,5 gramga teng. 50 gradus esa 70,5 ga teng. Bo'lsa 20 gram eritma xona haroratigacha sovitilganda, ya'ni 50 gradusdan xona haroratiga sovitilganda necha gram tuz cho'kmaga tushadi degan. Bu ham demak yuqoridagi masalaga o'xshash. Demak, bizda mana 50 gradusdagi eritma mavjud. Buni ma'lumotlarini olsak, eritmani massasi 200 gram. Eruvchanlik koeffitsiyenti 70,5. Endi keyin bu sovitilgan, aynan xona haroratigacha, xona haroratini misol uchun 20 deb oldik, 20 gradus. Demak, bizda mana shu eritmani da necha gram cho'kma hosil bo'lganini toping degan. Ya'ni mana bu yerda cho'kma hosil bo'ladi. Idishning tubida. Chunki temperatura pasaydi. Temperatura pasaygan vaqtda eruvchanlik ham kamayadi. Ya'ni qolgan tuz cho'kmaga tushadi, tabiiyki. Bu eritmanida qanaqa ma'lumotlar bergan? Eruvchanlik haqida ma'lumot bergan 30,5. Boshqa ma'lumot yo'q. Demak, cho'kmaga tushgan tuzni so'ragan. Endi yana qaytarib aytaman, mana bu birinchi idishdan bu idishga o'tgan vaqtda tuz cho'kmaga tushgan. Demak, suvning massasi o'zgarmagan. Ayni ishni suvning massasini topishdan boshlaydi. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu eruvchanligi 70,5 degani bu 100 gram suvda 70,5 gram modda erigan degan. Bu ikkalasini qo'shib yuborsam 170,5 gram bu eritma. Endi ikkinchi qiladigan ishim shu 170,5 gram eritmani hosil qilish uchun 100 gram suv kerak. 70,5 gram tuz kerak. Bizda o'shanaqa eritmadan 200 gram bor. Buni x desam.
Demak, 200 ni ko'paytirib yubordim 100 ga, bo'lib yuboramiz. 170,5 ga. Demak, 117,3 ekan. Endi buni topa oladigan bo'lsak, mana bu 200 dan 117,3 ni ayirib yuborsak, 97 butun, xo'sh, 200 ni ayirib yuborsak, 86,7 ekan. Mana shuncha gramm tuz. Bu degani mana bu idishda ham suvni massasi, mana shu idishda ham suvni massasi aynan 117,3 ga teng bo'ladi. Chunki suvni massasi o'zgarmagan. Mana buni ma'nosi nima endi? 100 gramm suvda 30,5 gramm tuz erigan degan ma'noni anglatadi. Bizda 117,3 gramm suvimiz mavjud. U qancha gramm tuzni eritadi? Endi hisoblasam. Demak, buni ko'paytirib yuboramiz. 30,5 ga bo'lib yuboramiz 100 ga. Demak, 35,78 ekan. Demak, mana shuncha gramm tuz mana bu idishda mavjud. Birinchi idishning ichidagi tuz 35,78. Ikkinchi idishdagi. Mana birinchi idishdagi tuzni massasi 86,7. Endi mana bu tuzdan, birinchi idishdagi tuzdan ikkinchi idishdagi tuzni ayirib yuborsam, mana pastga, cho'kmaga tushgan tuzni massasi kelib chiqadi. Demak, to'rtinchi qiladigan ishim 86,7 dan ayirib yuboraman 35,78 ni barobar. Hop, 86 demak 7 dan ayirib yuboramiz 35,78 ni. Demak, bu 50,92. Taqriban 51. Demak, to'g'ri javob 51. Mana bu kalkulyatorda hisoblagan vaqtimda mana 117,3 dan keyin davomidagi sonlarni ham oldim. Shuning uchun natija mana bu javoblardagi natijadan salgina farq qildi. Demak, aslida to'g'ri javob mana shu bo'ladi. Endi bu masalani demak yechishi misol uchun qulayroq yo'li ham mavjud. Misol uchun men sizga o'sha yo'lni tushuntirib qo'ysam, keyin siz mana buni ma'nosini tushunmasligingiz mumkin-da. Lekin albatta mana shu qiyinroq yo'lda tushuntirdim. Buni ma'nosini biling. Kimdir sizga masalan mana shunday qilsang ham chiqadi desa, nima uchun shunday qilganligingizni aniq tushunib yetmasangiz, ush qilib o'tirmang-da. Xo'p, masalan, keling, bo'lmasa shu masalani oson yechish yo'li qanday bo'ladi? Misol uchun mana 100 gramm suvda mana 70,5 erigan, keyin xona haroratida 30,5 erigan. Endi shu 70,5 dan ayirib yuborsam 30,5 ni. Demak, bu 40 chiqadi. Endi bu mana bu 70,5 grammi bu 100 gramm suvda shuncha erigan edi. Demak, bu degani eritma 170,5 gramm. 170,5 grammdan 40 gramm cho'kma tushgan. 200 gramm eritmadan qancha cho'kma tushgan? Endi buni hisoblasak mana. 200 ni ko'paytirib yuboramiz 40 ga, bo'lib yuboramiz 170,5 ga. Demak, 46,92. Demak, mana shu javob to'g'ri. Mana o'zi ikkitagina ish. Lekin buni ma'nosini tushunishingiz kerak. Ma'nosini. Ya'ni men yana bir marta aytaman. Masalan, mana bu 70,5 degani 100 gramm suvda 70,5 gramm tuz erisa 170,5 gramm eritma bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchisi 130 butun bo'ladi. Shu birinchi eritmadan keyingi eritmani ayirib tashlasam, aynan suvlari bir xil. Ayirib tashlasam, cho'kmaga tushgan tuz kelib chiqadi. Demak, 170,5 gramm eritmadan 40 gramm cho'kma tushgan bo'lsa, 200 gramm shunaqa eritmadan qancha cho'kmaga tushadi deb ma'nosini anglashingiz kerak. Hop, demak, keyingi savol. Noma'lum tuzni xona haroratidagi eruvchanligi 30,5 gramm ga teng. 100 gramm eritmasi 0 gradusgacha sovitilganda 15,3 gramm cho'kma tushdi. Uning 0 gradusdagi eruvchanligini demak aniqlang degan. Xo'sh, endi qarang, masalan, noma'lum tuz xona haroratida
-30,5 gramm eriydi. Masalan, 20 gradusdagi eruvchanligi 30,5 ekan. Bu degani shu hozir. Demak, bu degani nima degani? 100 gramm suvda 30,5 gramm tuz eriydi degani. Bu degani eritma 130,5 gramm bo'ladi degani. Endi 0 gradusda eruvchanligini toping degan. Mana shuni topishimiz kerak. Endi qarang, masalan, bizni masalamizda 100 gramm mana bu eritmadan 100 gramm eritmadan 15,3 gramm cho'kma hosil bo'lgan. 130,5 gramm eritmadan qancha cho'kma hosil bo'lishini topsak, 130,5 ni ko'paytirib yuboraman 15,3 ga bo'lib yuboramiz, demak 100 ga. Taxminan olsam, demak 20 gramm tuz cho'kmaga tushar ekan. Mana shu vaqtda. Endi qarang, demak, birinchi va ikkinchi eritmalardagi suvni massasi o'zgarmaydi. Bu masalan qulayroq yo'l, lekin buni gaplari borda, o'sha gaplarni tushunmasangiz, demak qiyin bo'ladi bu ish. Keyin o'zi odatdagi tushunarli usulda ham, demak, ozgina ishlari ko'p, lekin aniq tushunarli usulda ham ishlab ko'ramiz. Xo'p, demak 100 gramm eritmadan shuncha cho'kma tushsa, 130,5 gramm eritmadan 20 gramm cho'kma tushadi. Endi bizda mana bu birinchi tuzimiz 30,5 gramm edi. Shundan 20 ni ayirib yuborsam, demak 10,5 gramm demak tuzimiz eritmada qoladi. Endi 100 gramm suvda 10,5 gramm eriydi. Bizda ham aynan suvimiz 100 grammda. 100 grammda yana x desak 10,5 bo'ladi. Demak, to'g'ri javobi mana shu 10,5 bo'ladi. Mana shu javob to'g'ri. Endi keling, men buni o'chiraman. Siz demak to'xtatib yozib olishingiz mumkin bu narsani. Qiyinroq, demak, yo'lda ko'rsak. Qiyinroq emas, aniqrog'i tushunarliroq, faqat ishi ko'proq bo'lishi mumkin. Hech qachon, demak, oson narsaga demak shoshilmang. Xo'p, demak, demak ma'lumotlarni yozsak. Birinchi eritmamiz, demak, xona haroratida, misol uchun 20 gradusda. Nima ma'lumoti bor? Eruvchanlik haqida ma'lumot bor, 30,5. Hamda eritmani massasi haqida ma'lumot bor, 100 gramm. Keyin bu demak 0 gradusgacha sovitilgan degan. Bunda nima ma'lumot bor? Mana bu cho'kmaga tushgan, mana shu pastdagi demak cho'kmaga tushgan tuz bor. Cho'kmani demak massasi 15,3 gramm. Endi cho'kmaga tuz tushgan bo'lsa, demak bu idishdagi suv bilan bu idishdagi suvning massasi o'zgarmagan hisoblanadi. To'g'rimi? Xo'sh, endi biz mana bu idishni ichidagi tuzni hamda suvni massasini topsak, birinchi qiladigan ishimiz shu. Endi qarang, mana eruvchanligi 30,5 degani bu 100 gramm suvda 30,5 gramm tuz eriydi degan. Natijada eritma 130,5 gramm bo'ladi. Mana shuncha gramm eritmani ichida 100 gramm suv mavjud, 30,5 gramm tuz mavjud. Bizda 100 gramm eritma. 100 gramm eritmada qancha suv borligini topsak. Xo'sh. 76,63 ekan. 76,63 gramm demak suv bor ekan. Endi tuzini topib olsak, shu 100 dan ayirib yuboramiz buni. 23,37 gramm tuz bor ekan. Xo'sh, endi mana bu yoqni demak o'chiraylik. Xo'p, endi qarang. Demak, mana bu birinchi idishdagi suvni massasi 76,60 bo'lsa, ikkinchi eritma ichidagi ham suvni massasi shuncha. Lekin mana bu birinchi idishdagi tuz. Demak, birinchi idishdagi tuzdan cho'kmaga tushgan tuzni ayirib tashlasam, mana bu idishning ichidagi tuzni massasini beradi. Va ikkinchi qiladigan ishim 23,37 dan ayirib yuboraman 15,3 ni barobar 8,07 ekan. Mana shuncha gramm
Mana shu eritma ichida tuz mavjud. Uchinchi qiladigan ishim. 100 gramm suvimiz qancha tuzni eritishini topsam, eruvchanlik topaman. Bizda birinchi idishdagi suv mana bu yoqda topdik, 76,63 edi. Demak, ikkinchi idishda ham 76,63 gramm suv mavjud. Mana shuncha gramm suvimiz mana 8,07 gramm tuzni eritgan. 100 gramm suv qancha erishini topsak. Demak, 10,5. Demak, to'g'ri javobi bu holatda ham 10,5. Mana bu yo'l tushunarli yo'l. To'g'ri, ishlari ko'p bo'lishi mumkin. Bu miya esa ishlatadi. Bir qancha masalalar ishlagandan keyin sizda immunitet paydo bo'ladi. Mana bu qiyinroq masalalar ham demak oddiyroq yo'lga birinchi noldan kelib turib oson usulda ishlayman desangiz, uni ma'nosini tushunmaysiz. Xuddi shunaqa tipdagi masalani ishlaysiz, lekin boshqacha salgina sharti o'zgarsa tamom. U nima qilgani ham o'zingiz ham bilmay qolishingiz mumkin. Shu uchun ham maslahatim oson narsaga berilishi kerak emas. Yoki oson narsami, uni mohiyatini aniq tushunib oling. Mohiyatlari tushunish kerak. Keyingi savolimiz 60 gradusda, 60 gradus temperaturada 280 gramm to'yingan eritma 20 gradusgacha sovitilganda hosil bo'lgan cho'kmani massasini toping. 20 gradusdagi eruvchanligi 20, 60 gradusdagisi 50 degan. Xo'sh, endi agar 60 gradusda 100, bu nima degani o'zi? 50 degani. Bu degani 100 gramm suvda 50 gramm tuz eriydi degan. Demak, eritma 150. Bu nima degani? 100 gramm suvda 20 gramm tuz eriydi degan. Demak, eritma 120 gramm. Ayrib yuborsam 30 gramm tuz cho'kmaga tushgan ekan. Nimaga? Chunki suvning massasi o'zgarmaydi. Bu idishdagi suv ham bir xil, bu idishdagi suv ham bir xil. Chunki cho'kmada faqat tuz bo'lgan. Mabodo kristal gidrat bo'lsa, bu ishlar o'xshamaydi. Ya'ni oson yo'l o'xshamaydi. Ikkinchi qiladigan ish. Bu nima uchun bu oson bo'ladi? Chunki suvlarning massasi o'zgarmaganligi hisobiga bu narsa. Endi demak 150 gramm eritmamizdan 30 gramm cho'kma hosil bo'lgan. 280 gramm eritmadan qancha cho'kma hosil bo'ladi? Demak, shuni topsak, mana buni qisqartirib yuborsam, bu yoqda 5. Buni 5 ga bo'lib yuborsam, demak 56. Demak, to'g'ri javobi 56. Keyingi savol 400 gramm 40% eritmaning bir qismi to'kildi. Bir qismi. Qanchasi to'kilgani bilmaysiz, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun mana eritmani chizadigan bo'lsam, oldin shu eritmani ichida nimalar mavjud? Tuzni massasi qancha o'zi? Demak, mana 40ni 400ni 100% deb birinchi qiladigan ishimiz mana 400ni 100% deb 40%ni topib olsak, mana x deb. Demak, 160. Demak, tuz 160 ekan. Suvni massasini bilish uchun shu 400 dan 160 ayrib yuboramiz. 240 misol uchun. Eritmamizning massasi M3, bizda 400 degan o'zi masalada. Endi mana shu eritmamizdan qandaydir qismi to'kildi mana. Qandaydir qismi to'kildi. Misol uchun x gramm to'kildi. Bu to'kilgan qismda ham tuzi ham bor, suvi ham bor, to'g'rimi? Ma'lum qismi to'kilgan, ma'lum bir qismi to'kildi. Mana shu x to'kildi. Endi to'kilgan qismining massasicha 20% eritma qo'shildi. Ya'ni endi shu eritmaga yana eritma qo'shildi. Faqat mana bu chiqib ketgan eritma mana bu eritma edi, ya'ni bu eritmamiz 40% edi. Lekin ichkariga kirayotgan eritma 20%. Mana shu ikkita holatdan keyin bu chiqib, bu kirgandan keyin oxirgi eritmamiz 35% bo'lib qoldi degan. Necha gramm eritma to'kilganligini so'ragan. Demak, men sizga mana shu narsalarning shartini tushuntira oldim menimcha. Endi demak, eritmamiz 400 gramm edi. Bundan ayirib tashlasam, mana x ni, yana ustiga x ni kelib qo'shilgan, to'g'rimi? Eritmaning massasida hech qanday o'zgarish bo'lmagan.
eritmani massasi 400 gacha turgan. Endi mana shu eritmamizni 400imizni mana 100% deyib, uning ichida 35% tuz ekan. 35%ni topib olsam. Xo'sh, demak bularni qisqartirib yuborsam, bu yoqda 4. Demak 140 gramm. Demak mana bu idishni ichidagi tuzimiz 140 gramm ekan. O'zi birinchi idishdagi tuz 160 edi, to'g'rimi? Endi mana bu x ni 40%ni topib olsam, mana buni ichidagi tuz kelib chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni x'imizni 100% deb chiqib ketgani 40% edi. Buni a deb misol uchun topib olsam, 0,4x bu chiqib ketgan tuz. Endi yana ichkariga x gramm tuz qo'shilgan, u ham 100%. Faqat 20% da qo'shilgan. Mana bu yerdagi mana x gramm 20%. Buni ham misol uchun a deb topa oladigan bo'lsam, 0,2x. Bu ham demak, endi bu ichkariga kirgan tuz. Mana bunday qilib qo'ying. Cho'kmay tushmas, mana ichkariga kirdi degan ma'noda. Endi xullas 160 gramm tuzimiz bor edi. Undan 0,4x tuz chiqib ketdi. Mana ayirdim. Ustiga 0,2x tuz kelib qo'shildi. Natijada 140 gramm mana oxirida tuz hosil qildi. Endi buni yechsam, demak 0,2x teng, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, demak 20. X topib oladigan bo'lsam, demak 100 ekan. Demak to'g'ri javobi 100 ekan. Mana shu. Xo'p, demak mana bugungi mavzumiz ham tugamadi hozircha. Yarmigacha keldik. Ya'ni cho'zilib ketadi. Mana yana davomida ham masalalar bor. Bu masalalarni demak ikkinchi qismga demak olib qo'yamiz. Keyingi oxirroqlarida salgina qiyinroq masalalar bor. Siz demak ungacha mana shu mavzuni birinchi qismidagi larni yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Bo'lmasa davomiga demak tushunish sal qiyinroq bo'ladi. Hop, shu bilan demak darsimiz tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.